Yuzingizda tok uruvchi og'riq his qildingiz. Sizga bunday tuyulmadi. Bu og'riq har doim ham tish bilan bog'liq emas, chunki bu uch shoxli nerv nevralgiyasi bo'lishi mumkin. Xo'sh, buni tish og'rig'idan qanday farqlash mumkin? Bu uch shoxli nerv. Uning uchta shoxi yuzimizdagi sezgiga va quyi jag'ning harakatlariga javob beradi. Unda nega tish og'riydi? Chunki tishning nervlari uch shoxli nervga ulangan. Agar uch shoxli nerv yallig'lansa, odam og'riqni tok urgandek his qiladi. Bu og'riqlar bir necha soniya, daqiqa va hatto soatlargacha davom etishi mumkin. Bu juda qattiq og'riq. Buni faqat boshidan kechirganlar biladi. Og'riq chaqiruvchi sabablar: yengil teginish, misol uchun yuz yuvish, soqol olish, tishni tozalash, gapirish, ovqatlanish va hattoki yengil shamol ham og'riqni chaqirishi mumkin. Agar bir necha marotaba stomatologlarga borgan bo'lsangizda, lekin og'riqlar qaytalanayotgan bo'lsa, demak muammo tishingizda emas, katta ehtimol bilan uch shoxli nervlarda bo'lishi mumkin. Sizda ham shunday holatlar kuzatilyaptimi? Demak, sizga nevrolog yordami kerak. Konsultatsiyaga yozilish uchun direktga murojaat qiling.